Barchaga salom. Sizlar bilan Madina Mavlonova, grafik dizayn bo'yicha mentoringiz va sizlar bilan o'tgan darsimizda biz Adobe Illustratorni o'rnatib olgandik. Endi esa bugungi darsimizda interfeysi bilan batafsil tanishib o'tamiz. Demak, faylni yaratganimizdan keyingi ekranga e'tibor beradigan bo'lsak, katta oq maydonni ko'rishimiz mumkin. Bu bizda artboard deb nomlanadi va aynan biz mana shu artboard ichida grafik elementlarni chizishni o'rganamiz. Shuningdek, bizda chap tomonda instrumentlar paneli joylashgan. Bu yerdagi instrumentlardan foydalanib, kerakli bo'lgan tasvirni yaratishimiz mumkin. Agar tepa qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda menu bo'limi joylashgan. Menu bo'limida File, Edit, Object, Type, Select, Effect, View, Window va Help deb nomlangan bo'limlari bor. Hozir sizlardan har birini aynan nima vazifani bajarishini ko'rib chiqamiz. File bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda bizda aynan faylga aloqador nastroykalar joylashgan. Misol uchun biz yangi fayl ochishimiz mumkin yoki avvalroq qilib tugatgan ishimizni ochishimiz mumkin yoki bo'lmasam tayyor bo'lgan dizaynimizni saqlashimiz mumkin. Yoki bu yerda shuningdek export degan funksiyasi ham bor va shuningdek pastroqqa tushadigan bo'lsak, document color mode degan joyi bor. Biz boshida darsimizda RGB colorda ochgandik. Biz bu funksiya orqali shu yerni o'zida smart colorga ham o'tkazib olishimiz mumkin. Shuningdek pastroqda bizda file info degan joyi bor. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, bizani ochgan faylimizga aloqador informatsiyalar chiqib keladi. Keyingi bo'lim ichiga kiramiz. Uni nomi edit. Bu yerda bizda asosan biron bir narsani yasab ko'rganimizdan keyin o'sha narsaga aloqador o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin. Misol uchun, uni color mode yoki ranglarga aloqador yana boshqa nastroykalari yoki shuningdek biz shortkeyslarni sozlab olishimiz mumkin. Ya'ni bu shortkeyslarni biz sozlaganimizda qanaqadir qisqa tugmalar orqali uzun amallarni tezda bajarib olishimiz mumkin. Keyingi bo'limga o'tsak, bu object bo'limi. Bu yerda bizda aynan qanaqadir obyekt yaratganimizdan keyin o'sha obyektga aloqador o'zgarishlarni kiritishimiz mumkin. Misol uchun path bo'limida o'zgarishlar bor, shape bo'limida. Shuningdek biz patternlarni bu yerda yasashimiz mumkin va hokazo boshqa sozlamalar bor. Bularni biz kurs davomida har birini sinab ko'ramiz. Keyingi bo'limi bizda type bo'limi. Bu aynan tipografika bilan bog'liq alohida bo'lim. Ya'ni bu yerda asosan yozganlarimizda shriftlarimiz, uni ko'rinishlari, shularga aloqador nastroykalar joylashgan. Misol uchun, uni o'lchamlari, qanaqa shrift ishlatganligingiz, glipslar va hokazo shunga aloqador kengroq holatda nastroykalar keltirilgan. Keyingi bo'limi bizda select, ya'ni bu belgilash degani. Biz bu bo'lim orqali biron bir obyekt yaratganimizda osongina select bo'limidan kerakli bo'limlarni, kerakli obyektlarimizni select qilib olishimiz mumkin. Keyingisi bizda effekt. Effekt bu yerda asosan qanaqadir murakkab effektlarga aloqador nastroykalar bor. Misol uchun biz bu orqali 3D larni yaratishimiz mumkin yoki bo'lmasam soya berishimiz mumkin, qanaqadir teksturalar qo'shishimiz mumkin. Shuningdek, bu yerda Adobe Photoshop dasturidagi effektlar ham joylashgan. Keyingisi bizda view. View bo'limida mana shu artboardimizda ekranimizda nima ko'rishimiz mumkin bo'lsa, shuni hammasiga aloqador sozlamalar joylashgan va sizlarga boshidan Smart Guides degan funksiyani qo'shib qo'yishni maslahat beraman, chunki bu funksiya orqali ishingiz ancha oson bajariladi. Agar yoniq bo'lsa, sizda mana shunaqangi belgi turadi, ochiq holatda esa kirganimizda hech qanaqangi belgi turmaydi. O'shaning uchun Smart Guidesni ustiga bitta bosib qo'yamiz. Shuningdek, bu yerda pastroqqa tushsak, bizda Snap to Grid, Snap to Pixel degan qo'shimcha funksiyalar ham bor. Bularning hammasi ochiq holatda bo'lgan yaxshi. Kurs davomida bularning hammasiga batafsil to'xtalib o'tamiz. Hozircha qisqacha mana shu funksiyalarni ekranlarimizda ko'rib turgandek sozlab olishlaringiz kerak bo'ladi. Keyingi bo'lim bizda Window deb nomlangan. Buning ichiga kirib biz interfeysimizni to'liq sozlab olishimiz mumkin va e'tibor bersalaringiz Workspace deb yozilgan joyi bor. Shuning ichiga kirganimizda Automation deb yozilgan rejimda turibdi. Biz bu yerdan Essential Classicga avval o'tib olamiz. E'tibor bersalaringiz, Essential Classicga o'tganimizdan keyin bu yerdagi qo'shimcha panellarimiz boshqacha ko'rinishga o'tdi. Endi biz Window bo'limiga qaytadan kirib, Workspacening ichiga kirib,
New Workspace deb nomlangan funksiyaga bosamiz va har birimiz o'zimizning ism familiyamizni kiritib, o'zimiz uchun moslangan workspace ni yaratib olamiz. Madina Mavlonova deb yozdim. OK tugmasini bosamiz. Endi mana shu yerdan biza sozlab olishimiz mumkin. Agar mabodo sizda mana shu tepadagi bo'lim o'chirilgan bo'lsa, unda Window bo'limiga kirib, bizada Control panel bor. Aynan mana shu Control panel ko'rib turgan mana shu qismga javob beradi. Agar bu o'chirilgan holatda bo'lsa, ko'rib turganingizdek Control paneli yo'qolib qoldi. Yoqib qo'yish uchun esa Window bo'limiga kirib, Control panelni yoqib qo'yamiz. Shuningdek, Window ichida toolbars, ya'ni bizada chap tomonda joylashib turgan instrumentlarimiz bor. Mana shu toolbarsda ko'pchilikda basic turadi. Basic holatda ko'rib turganlaringizdek, toollarimiz ancha soni kam. Bizga ko'proq tool ko'rinishi uchun Windowdan kirib, toolbarsning ichidan Advanced ga o'tib olamiz. Demak, eslab qolamiz, chap tomonda bizada uskunalar paneli bor. Tepasida esa Control panel. Control panel bizada har bir uskunaning qo'shimcha funksiyalarini ochib beradi. Aytaylik, misol uchun text toolga kirdik va text toolga kirganimizdan keyin bu yerda text toolga aloqador funksiyalar chiqib keladi. Ya'ni tekstni biz chap tomonga tekislashimiz mumkin, o'rtaga yoki bo'lmasam o'ng tomonga. Agar misol uchun uni pastdagi rectangle toolga o'tsak, bu yerda ko'rib turganingizdek, umuman boshqa funksiyalarni ochib beradi. Shuningdek, bizada o'ng tomonda oynalar paneli bor va bu oynalar ham bizga qo'shimcha mana shu tanlangan instrumentlarimizni kengroq holatda funksiyalarni ochib beradi. Bularni ham bizada hozir hammasini sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Avvalo hammasini o'chirib chiqaman va sizlarga boshidan qaysi birlarini o'rnatishimiz kerakligini ko'rsataman. Mana biz hammasini o'chirib chiqdik. Endi esa View bo'limiga kirib, aynan bizga ishimizda kerakli bo'ladigan oynalarni ochib olamiz. Bu yerda ro'yxat bo'yicha sekin boshlaymiz. Bizga Align kerak bo'ladi. Bitta bosamiz, bizda chiqib keladi. Yana qaytadan Window ga kiramiz. Artboard deganni ham kerak bo'ladi. Hozircha aynan bizga kerakli bo'ladiganlarni bu yerga asosiy oynamizga chiqarib olyapman, chunki qolganlari bizga hozircha kerak bo'lmaydi va bizani shunchaki ortiqcha chalg'itishi mumkin. Gradient kerak bo'ladi. Layers kerak bo'ladi. Pathfinder kerak bo'ladi. Properties kerak bo'ladi. Stroke kerak bo'ladi. Va bizda tekstga alohida type bo'limi ham bor va buni ichida alohida yana qo'shimcha funksiyalar ham bor va bularni har birini alohida bosib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bizga bulardan keraklari karakter. Yana bitta kiramiz. Type ni ichidan paragrafni bosamiz. Va eng oxirgisi, qilgan ishlarimizni orqaga qaytarishni xohlasak, history bo'limini ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Va endi bularni hammasini chiroyli qilib o'ng tomonga joylashtirib olishimiz kerak. Hozir birin-ketin joylashtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib sizda eng tepasida layers turgani qulay bo'ladi, chunki qilgan hamma ishlaringiz layer bo'lib alohida ko'rinib turishi uchun layer bo'limini shunday oxirgacha olib boramiz va magnit kabi o'ng tomonga yopishib qoladi. Yopishayotganini ko'rishingiz uchun mana shunaqangi o'ng tomonda ko'k liniya paydo bo'ladi. Ko'k liniyaga kelgandan keyin qo'yib yuborsangiz, o'sha tomonga magnit kabi yopishib qoladi. Align bo'limini mana shuni tagidan qo'yishimiz mumkin. Align ni topib olamiz va buni tagidan yoniga olib kelsak, yonidan joylashadi. Kichkinaroq qilish uchun biz shunchaki mana bu o'ng tomonga qarayotgan strelkani bosamiz va yonida shunaqangi tartibli holatda tushadi. Layers ni oldiga biz artboards ni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shundoq yoniga olib kelsak, ko'k rang chiqadi. Shu yerga olib kelganimizdan keyin qo'yib yuboramiz va yoniga joylashadi. Qolganlarni xohlagan tartibda tagidan joylashtirib chiqishimiz mumkin.
History ham sizga qulay joyda turishi uchun Artboarddan keyin qo'ysangiz bo'ladi va eng oxiri bizada karakter qoldi. Buni ham biz mana shuni tagidan qo'ya olamiz. Xohlasangiz, aynan tekstga aloqador funksiyalarni bir qatorga qo'yib, rang bilan ishlaydigan yoki bo'lmasa obyektlar bilan ishlaydigan funksiyalarni birgalashtirib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga qulay tarzda buni joylashtirib olaverasiz. Shunday qilib, ikkinchi darsimiz ham nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimizda biz siz bilan Adobe Illustratorning interfeysi bilan to'liq tanishib chiqdik. Endi esa keyingi darsimizda chap tomonda joylashgan instrumentlar paneli bilan tanishib chiqamiz va ular yordamida qiziqarli grafik elementlarni yaratishni boshlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.